2026-yilda high-tech uylarni qurib bitkizilib, 2026-yilda high-tech darvoza qo'yaman degan akalarimiz uchun high-tech darvozalarimizni taklif qilamiz. Bu darvozamizning materiallari, narxlari haqida sizlarga qisqacha ma'lumotlar berib o'tamiz. Razmerlari darvozamiz analitikadan tashqari 3,5 ga 3,5 razmerda bo'lgan. Ikkala yonida 35 sm, tepasida 35 sm analitikalar bor. Bu darvozamiz materiallari turg'u atrofi o'nli shillerda bo'lgan. Listlarimiz 2 qavat, 2 list bo'lgan. Profillari 6 ga 4, 1.7 listlanadi. Qora nejaikalardan foydalanganmiz, o'ziga xos uslubda bo'ladi. Taglari ham o'sha avtomobil o'tirgan joylari ham shiller bo'ladi. Zamoglari o'sha original o'li zamogdan qo'yib beramiz. Kraskalarga kelib o'tadigan bo'lsak, GK banitni toza kraska. Taglarga обязательно gruntovkalar sepiladi, ustlari ultra banitni lak bo'ladi. Kraskalarga 3 yildan 5 yilgacha kafolat beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastavka, ustanovka mutlaq besplatni holatda olib o'rnatamiz. Esenga davlatlarga kelishilgan holatda. Hammaga bu darvozamiz narxi qiziq. 1 metr kvadratda 1.150.000 dastavka ustanovka ichida. Ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasizlar, ma'lumotlar berib o'tamiz. Bizda 200 xildan oshiq fasollarimiz bor. Telefon qilasizlar, Telegram, WhatsApp orqali ma'lumotni olmoqchi bo'lsangiz, yozsalar rasmdan tashlab beramiz, ma'lumotlarni to'liq tushuntirib o'tamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.